700 boshdan oshiq mol boqiladigan mol fermaga kelganmiz. Assalomu alaykum hurmatli chorvachilikka qiziqqan millionlar daqa-baqa qiladigan akalar. Qaranglar, bu yerdagi mollarda o'sha yem bilan ta'minlashni o'zi bo'lmaydi, oson emas. Mana shu yerdagi mollarga yemni o'sha yetkazib berayotgan mana bu stanogimizni ko'rsatgani kelganmiz. Xudo xolasa, pol avtomatlari hammasidan bor. 500 kilodan 5 tonnagacha sig'imga ega, kuniga 80 tonna ob'yomda ishlab chiqarib beraveradigan tayyor mash yemlarni tayyor holatga keltirib beradigan stanoklarni ko'rsatgani kelganmiz. Mana hozir bu yoqda jarayon ketyapti. Bunga ko'p ishchi kuchi ham kerak emas ekan. Mana bir kishi o'zi bemalol eplayapti. Xo'p, nari yoqda o'sha arpalar, bug'doylar, makkalar turibdi. Uni olib kelib mana bu joyga tashlanar ekan. Bu o'zi mana olib kirib ketib, bemalol ichkarida maydalab, tayyor holatga keltirib, mana shunday yordamida tashqaridagi bunkerga tashlab beryapti. Undan keyin traktor olib borib, mollarga bemalol o'sha o'xirlarga tarqatib kelib, mana shunaqa ancha ish kuchini tejab, lekin ish unumdorligini, samaradorligini ancha oshirib beradigan stanogimiz. Yana hozir ishlayapti. Xudo xolasa, yemlarimiz tayyor holatga kelgan. Yemlarimiz tayyor holatda. Xo'sh, endi mabodo qo'shimchalarichi, ularni nima qilamiz desalaring, mana bu yerda mana o'zini alohida o'sha qo'shimchalari uchun joylari bor. Bemalol o'sha qopi bilan yoki bo'lmasa mana shu yonidagi joylarga bemalol solib qo'yilsa, olib kirib ketib, o'zi bemalol aralashtirib, maydalab, tayyor holatga keltirib beradi. Bu o'sha chorvachilikda, parrandachilikda rosa qo'l keladigan uskunamiz deb o'ylaymiz. O'shaning uchun chorvachilik va parrandachilikka qiziqqan aka-ukalarga bu videoni mana tanishlarga, yaqinlarga tashlab qo'yasizlar. Inshaalloh rosa qo'l keladi. Yemlarimizda o'sha makka, arpa, bug'doy aralashmasidan hosil bo'lgan yemlarni tayyor holatga keltirib beradi. Bu yoqda makkalarni hozir ko'rsatamiz. Zo'r. Xo'sh, mana shunaqa stanoklar kerak bo'lsa, xudo xolasa ekranda raqamlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Andijonda Xonobotidan Usmonali aka, xudo xolasa O'zbekiston, Qoraqalpog'iston Respublikasi va qo'shni davlatlargacha bemalol olib borib o'rnatib beraveradilar. Dastlabki boshqa taraflarni bemalol kelishib olsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa chiroyli tarzda mana ishlab turgan stanoklarimiz.